Bu mavsum Saloh o'yini ozgina pastlagandek tuyulyapti. Men endi uni hate qilish maqsadida gapirmayapman, shunchaki statistikasi joyida emas. Men uni o'zi bilan solishtiryapman-da, boshqa futbolchilar bilan emas. Misol uchun o'tgan yili ayni shu vaqtdagi o'yini bilan hozirgi holatida katta farq bor. Ayni shu vaqtdan boshlab o'tgan mavsum oltin to'pga qarab ketayotgandi. Balkim bu Liverpool fonida shunday tuyulayotgandir. Bo'lib ham u 30 dan o'tdi, 33 ga kirdi va buning yoshida hozir juda ko'pchilik MNSga qarab ketyapti. Bundan yoshlar umuman Saudiyaga ketib qolyapti pulni tanlab. Men o'ylashimcha bu yosh bilan bog'liqdir, chunki APLni tempidan ozgina tushib qolgandek tuyulyapti. Birga birlarda ura olmayapti, ayniqsa Brentford bilan o'yinda va ilgarilari shu jihati juda ko'p maqtalgan. Golli pozitsiyaga chiqib kelish, ya'ni uni his qilishi ozgina kamaygandek. Shuning uchun mavsum oxiriga borib ehtimol boshqa ligani o'ylab ko'rsa ham bo'ladimi deb o'ylayapman.